Zangiotaning hayoti Mo'g'ul bosqinchilari mamlakatni xonavayron qilgan, Movarounnahr xalqini qullik iskanjasiga solgan paytga to'g'ri kelgan. Bu davrda buyuk valiylardan biri bo'lgan Zangiota aholi orasida vatanparvarlik, mehnatsevarlik, insof va diyonat, poklik, yaxshilik, mehr-shafqat kabi umuminsoniy g'oyalarni targ'ib etgan. Dehqon va chorvadorlardan tortib hukmdorlarga ham diniy ma'naviy ustozlik qilgan. Mo'g'ul tatar qo'shinlari Mo'r Malaxdek bostirib kelgan paytda hamma imoratlar, binolar vayron qilingan paytda, xalq mana shunday bir iskanja ostida yashayotgan paytda u zot xalqning ruhini ko'targan. Ana shunday paytda o'zi islom tarixida ham shu buni yevropalik islomshunoslar ham e'tirof etishgan. Aynan mana shu Mo'g'ul istibdodi davrida islom ta'limotini ko'targan asosiy yo'nalishlardan bu tasavvuf deydi. Ya'ni tasavvuf vakillari o'zini zohidona hayoti bilan, o'sha qo'l mehnati bilan umr kechirishi bilan, o'zini topgani bilan ko'pchilik bilan baham ko'rgan. Zangiota ham o'sha paytda podachilik bilan, cho'ponchilik bilan shug'ullangan, odamlarning molini boqib bergan, sutini sog'ib, kimlargadir o'sha kam ta'minlangan oilalarga, ko'p bolali oilalarga mana shu sutlarni yetkazib bergan. Va o'sha paytda dehqonchilik bilan shug'ullanib, dehqonchilikdan tushgan hosilni ham mana shu xalq bilan baham ko'rgan.